Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega kimyo 2022-yil yechimlarini davom ettiramiz. Demak, ikkinchi mavzudan 33, 34 va 35-masalalarning yechimini ko'rib chiqamiz. 33-masalaga qarasak, noma'lum gazning biron bug'iga nisbatan zichligi 4.25 ga teng. Shu gazning argonga nisbatan zichligi qanday deb so'rayapti bizdan. Demak, D brom bug'i deganda brom molekula holatda olamiz. D brom 2 ga teng. Noma'lum gazimiz qanaqadir noma'lum gaz bizda massasini x gram deb oldik. X gramni 160 ga bo'lsak, bizda 4.25 gram zichlik kelib chiqqan ekan. Masala shartda berilgan. Xo'p, mana shundan foydalanib x topsak, 160 ni 4.25 ga ko'paytirsak, ximiz kelib chiqadi 680. Xo'p, demak, mana shu hosil bo'lgan x massasi x ni bizda argonga nisbatan zichligini toping deyapti. Zichligi qanday deb so'rayapti. D argon teng 680 gramni 40 ga bo'lsak, 40 gramga bo'lsak, gramlar bu yerda qisqarib ketadi. 680 ni 40 ga bo'lsak 17 kelib chiqadi. Demak, argonga nisbatan zichligi 17 ga teng ekan. Demak, to'g'ri javobimiz C javob. 34-masalaga qarasak, zichligi 1.696 gram taqsim litr bo'lgan gazni vodorodga nisbatan zichligini aniqlang. Xo'p, yaxshi. Birinchi massasini topib olamiz. M teng rho ko'paytirilgan V formuladan. Zichlik ko'paytirilgan zichlik bilan hajmni ko'paytmasi bizga massani beradi. Xo'p, zichligimiz masala shartida berilgan 1.696 gram taqsim litr ko'paytirilgan hajmimiz normal sharoit, ya'ni molyar hajm 22.4 litrga teng. Ko'paytirsak, biriga litrlar qisqarib ketadi. 38 gram kelib chiqadi. Xo'p, yaxshi. O'shani vodorodga nisbatan zichligini yana toping deyapti bizda. DH2 teng 38 gramni vodorod massasi 2 gramga bo'lsak 19 kelib chiqadi. Demak, 34-savolimizning to'g'ri javobi A javob. 35-savolga qarasak, zichligi 2.053 gram taqsim litr bo'lgan gazni geliga nisbatan zichligini aniqlang. 34 bilan bir xil tipdagi savol. Massani topamiz. Zichlik bizga berilgan 2.053 gram taqsim litr. Buni ko'paytiramiz 22.4 litrga. Litrlar qisqarib ketadi. Bizda 46 gram kelib chiqadi. Xo'p, o'shani 46 gramni geliga nisbatan zichligini toping deyapti. D geliy teng 46 taqsim geliyning massasi 4 gram bo'lsak, gramlar qisqarib ketadi. 46 ni 4 ga bo'lsak 11.5. Demak, 35-savolimizning to'g'ri javobi C javobi.